Assalomu alaykum 7 xazina obunachilari. Charchamayapsizlarmi sizlar? Biz arzon tushgani fermalari ekanli, ana sigirlar. Bu yoq zagon. Mana bu yerda suv turar ekan, постоянно oldi suv. Bu yerda shulxam bilan qizil bardi. Bu yerda ham qizil bardi. To'ldirib qo'yishadi mana shuni. Sigirlar xohlagancha ichib ketadi. Yozagon hozir endi kun suv zagonga olib chiqib qo'yishgan. Tagiga ham drenaj qilingan, qup-quruq turibdi. Bu ichkari joylari mana bu yerda. Somon, kepe bu yerda aralashtirib berishadi. Hop, yo'li 120. Mana oxirlari alohida bo'lib qo'yilgan. Yem o'tib ketmasligi uchun. Hop, yotadigan joyi 190 qilingan, pritik qilib. Mana suv tushadigan joyi. Böyle yo'liga ham 120. Bu yerda yangi tug'ilgan buzoqlar. Постоянно oldi beda turadi. Kepe. Suv, обязательно suv turadi. Bu yerda sal katta qo'ygan onajillar. Tepa polniy betondan ishlangan, tepasi somonxona, lekin ichkari salqin, juda salqin. Bu yerda bo'g'oz sigirlar turadi. Tug'ilishiga azina qo'ygan. Bular постоянно zagonda yuradi, chunki bo'g'oz mollar yurish kerak постоянно. Mana bu yerda suvi ustiga naves qo'yilgan, yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, katta tushishi bor, suv salqin turishi uchun suv постоянно yoqib turadi. Lekin sharoitlar juda zo'r qilingan. Juda katta. Patologiya ham balandligini hisobiga havo zo'r aylanadi. Hamma yerda bunaqa portishkalar ochib qo'yilgan. Skvoznak qilib. Bu yerda ham keyingi tug'ilgan buzoqlar turadi. Bular ham o'z ovqatga kirib ketgan. Bedani yeb yotishibdi. Hop, bu yerda dori-darmonlar turadi. Sigir tug'ilishi masalalari, lichinalar qilinadi. Kapelnitsa, kol vitaminlari. Yo, yem tayyorlagan joy. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, do'stinglarga podelitsa qilib qo'yinglar. Xudo xolasa yanada yaxshiroq, foydali videolar chiqarib turamiz.